O'rtoq ish deb vaqt o'tib ketganini ham bilmay qolma. Qanaqa qizga uylansa bo'ladi, bir maslahat bergan. Ya qara, uylanadigan bo'lsang, o'qimagan, uyda o'tiradigandan keyin ertaga aqlchilik qilib tikka kela olmaysan. Adasi, qizimizning uyga vazifasini tushunmayman. Sal ko'rib bering. Menga qaras, rostakasim kallang ishlamaydimi? Yosh bola, birinchi sinfda darsi-yu. O'rtoq, vashti jonga tegdi, to'g'risi bor. Ayolim umuman hech narsani tushunmaydi, bor. Maqsam bo'larkan, ertaga qizlarim ham shunaqa bo'lib qoladimi? Xususiy maktabga bergan, ham ta'lim oladi, ham tarbiya oladi, o'rtoq. Boshqa xususiy maktablardan sizning maktabingizda qanaqa afzal taraflari bor? Registon xususiy maktabining afzalligi bu avvalo ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi. Mana ota-onalarning eng asosiy muammosi bu farzandini vaqtini bekorga o'tkazib yuborishi. Mana shu narsani hisobga olib biz ertalab soat 8 dan soat 5 gacha bo'lgan vaqtni repetitorlik hamda boshqa bir tugaraklarga borib yurishini oldini olish maqsadida xuddi o'sha narsani maktabimizda tashkil qilganmiz. Menga endi maktab yoqdi, zo'r o'qiyman endi maktabda. Voy, mashalloh, mana qoriya qizim. Ro'shan, Ye? qalaysan o'rtoq? Qatnay yo'qsa qizing mana. Qizimni xususiy maktabga joylashtirib qo'yaman, o'rtoq. Qiz bolaga kim qo'yibdi o'qishni? Qiz bola birovda xasmi ketadi erga tegib. O'g'lingni o'qitsang ham mayli edi. Menga qara, bitta sani gaping kirib bilasanmi, qanaqa ahmoqgarchilik bo'ldi. Ayolim hech narsani tushunmaydi. Keyin ikkinchidan shu narsani esdan chiqazmagan. O'g'il bola o'qitsang, bitta shaxs o'qitasan. Qiz bola o'qitsang, butun ummatga dars beradi, bilasanmi? Farzandlari uchun dars beradigan o'sha ayol kishi bo'ladi uyda o'tirib. Bor, sen ahmoq gapingga kiramanmi?